egilib og'ir yukni ko'tarayotgan paytingizda diskni faqat bir qismigagina aziyat chekadi-da. Shuning uchun hamma og'ir kuch shu bir qismiga tushganligi uchun teng miqdorda bosim sarflanmaydi-da, shu tomoni qiyshayib dars ketadi, pirt qilib ichidagi suyuqligi chiqib, protruziya yoki grija hosil bo'ladi. Mana shu beldagi soha. Endi mana buni oralarida umurtqalar aro disklari bor. Mana. Bular suyaklarni bir-biriga tegib qolmasligi uchun va kuchni teng taqsimlashi uchun asosiy vazifani olgan. Endi buni chapga yonboshladi. Buni ham yonboshlataman mana. Mana bu oldingi qismi mana. Mana qarang, umurtqalar orasi va suyaklar orasida maxsus davleniya bosimga ega bo'lgan bo'shliqlari bo'ladi. Amortizatsiya funksiyasi bajarilishi uchun. Agar biz og'ir yukni egilib ko'taradigan bo'lsak, ahvolni qarang. Umurtqa pog'onalarini qarab turing, oldingi qismini va ortingi qismini nazar solib turing. Qaysi tomoniga biz egilib og'ir yukni ko'targan paytimizda ko'proq kuch tushadi, qarang. Mana. Ketdi. Ko'rdingizmi? Mana. Mana. L5, L4 birinchi navbatda juda siqildi. Mana. L5, L4 ning orasidagi disk oldingi tarafdan juda siqilib qoldi, qarang. Siz chunki egilib og'ir yukni ko'tarmoqdasiz. Ana endi buni og'ir yukni kuchi bilan yana u eziladi mana. Va siz buni ko'tardingiz mana. Ko'tardingiz. Bu holatni bir necha marotaba mana takrorladingiz. Ko'tardingiz. Oxiri bittasida mana L4 bilan L3 orasida va L5 bilan L4 orasida churralarda protruziya hosil bo'ldi. Ya'ni uni tashqi qobig'i oldinga chiqdi. Mana. Bu holat mana bunday qilib namoyon bo'ldi mana. Mana. Ko'rdingizmi? Grija. Diskning ichidagi suyuqligi yirtib chiqdi. Suyuqlik deganda juda ham suyuq bo'lmaydi. Xuddi bizni terimizni mana ushlagan kabi shunaqa qattiq bo'ladi, qattiqligi. Atrofidagi qattiq jism yirtib chiqdi. Xo'sh, to'g'ri ko'tarish qanday bo'ladi? To'g'ri ko'tarish bu oldiniga ikkala tizzalarimizni bukib o'tirgan holatda olib kelamiz. Mana yukni ko'tarmoqchimiz, ikkala tizzamizni ham mana bukdik. Umurtqalarimiz to'g'ri holat. Umurtqa gavda tik tutilgan holatda tizzalarini bukib o'tirdingiz. Yukni ushladingiz va tikka turdingiz. Tikka turgan paytingizda mana endi yuk hammasiga teng taqsimlanadi. Agar u qiyshayganida egilib ko'targaningizda mana bir tomonga mana, faqat bir tomonga mana. Ko'rdingizmi? Va bu yerda mana darrov nozikroq disk ketdi. Mana bu ham siqilib qoldi. Mana. Churra grija hosil bo'lishi profilaktika qilinadi. Kundalik turmush tarzidagi 15 kilodan og'ir bo'lgan yuklarni ko'targanda. Har bir diskning ichki anatomik jihatini bittasida ko'rsataman. Mana bu ikkita umurtqa pog'onasini diski bilan birga olsak, mana ikkita umurtqa pog'onasi mana tepadan uzun mana shunaqa orqa qismdan kanal hosil bo'ladi. Mana. Ko'rdingizmi? Mana shu yerdan orqa miya o'tadi. Bu orqa qismingiz, bu oldi qismi. Shuni orasida ikkala umurtqa suyagini bir-biriga yaqin kelmasligi uchun va amortizatsiya xususiyatini bajarib, bizga elastik harakatni ta'minlash uchun umurtqalar aro diski bo'ladi. Umurtqalar aro diski mana bunday bo'ladi. Diskning tashqi qavati fibroz qavat deb aytiladi. Fibroz qavat ham 5 ta qavatdan tashkil topadi. Lekin jami bir mustahkam karkas qavat bo'ladi mana qobiq. Ichida pulpozni yadro deyiladi mana. U nisbatan yumshoqroq to'qima bo'ladi mana. Bu umurtqalar aro diskini karkas qismi, tashqi qavati o'rab turadigan himoyaviy qobig'i. Fibrozni kalsiy deb aytiladi. Agar shu dars ketsa, ichidagi yadrosi tashqariga chiqib grija bo'ladi. Dars ketmasa, faqat deformatsiya bo'lib qiyshaysa, protruziya bo'ladi. Mana bunday joylashadi bu, qarang. Ras, qo'yildi. Ichida nisbatan yumshoqroq to'qimadan tashkil topgan pulpozni yadro bo'ladi. Uni joylashishi qarang.
ajoyib umurtqalararo disk hosil bo'ldi va tepadan unga xuddi shunaqa umurtqa pog'onasi tegib turadi mana. Ko'rdingizmi? Bular mana bunaqa qimirlash va bosimni to'g'ri taqsimlash vazifasini bajaradi. Fibroz qavati ichki tomondan deformatsiya bo'lib, tashqariga sal qiyshaysa, mana ozgina qiyshaysa, uni ichidagi pulpoz yadro to'qimasi mana o'sha tomonga sekin oqadi. Mana shu qismini protruziya deb aytiladi. Endi siz yana o'zingizga qaramasdan grijani omillarini olib kelib yuraversangiz, mana bu tashqi qavat dars ketadi. Tashqi qavat dars ketganidan so'ng ichkaridagi yumshoq to'qima pulpozni yadrosi mana shu qismidan sizib chiqadi. Mana grija hosil bo'ldi. Mana buni haqiqiy grija deyiladi. Yana bir nomi ekstruziya. Protruziyada tashqi qobiq ochilmagandi. Ekstruziyada tashqi qobiq yorilib ochildi va mana yumshoq pulpoz yadrosi chiqdi. U chiqqanidan keyin mana shu holatga kelib qotishni boshlaydi. Chunki yon atrofidan fibrin tolalari, boshqa to'qimalar chandiqqa o'xshab unga yopishib oladi. Uni chiqqanidan keyin bo'shlig'iga yallig'lanish suyuqligi to'lib ketadi. Shuning uchun uni urganda yoki siz tornik tortilganingizda bunga aks bosim berilmaydi. Shuning uchun u orqaga qayta olmaydi, joyiga tusha olmaydi-da. Faqat buni davolash usulida maxsus ukol dorilarni shu joyga qilib, rezorbsiya usulida shuni so'rdirib yuboradi. Endi agar siz katta qorin qo'yadigan bo'lsangiz yoki og'ir vazn bilan qorningiz kattalashgan bo'lsa, mana bu qismi oldinga tortiladi. Shuni oqibatida umurtqa pog'onalarini, bel sohasini orqasi mana bunaqa bo'lib qiyshayadi. Keti chiqqanroq bo'ladi. Mana bunaqa. Ana shuning uchun bu grija unday odamlarda ko'pincha orqa qismida hosil bo'ladi. Mana. Chunki ular og'irligi sababli mana orqaga qiyshayadi. Endi bu shu chiqqan joyidan spinnomozgoy kanalni torayishiga olib keladi. Buni sujeniya spinnomozgoy kanali deb MRTda yozadi. Mana bu kanalni mana bu grija toraytiradi. Shu yerdan chiqib turgan orqa miyani katta nervlarini siqib qo'yadi. Bu katta og'riq beradi. Yoki orqa miyani o'zini siqadi. Oqibatda chap yoki o'ng oyoq uyushishni boshlaydi. Yoki siydik a'zolari, jinsiy a'zolar yoki orqa ichakni funksiyasi buziladi. Misol uchun siydik tuta olmaydigan yoki yaxshi siya olmaydigan, jinsiy a'zosi libidosi kamayishi, impotensiya, yaxshi turmaslik yoki o'ta qabziyat, ichaklari yaxshi ishlamaslik kabi muammolarga olib keladi. Demak, biz hech qachon iloji boricha qorin qo'ymasligimiz, ortiqcha vazn egallab ketmasligimiz kerak. Bundan tashqari to'shakda to'g'ri yotadigan vaziyatni qilishimiz kerak. Agar u kravat bo'lib, mana bunaqa siz yotganda kravatlar o'ydiq bo'lib qoladi-ku, o'yilib. Shunaqa matrasda yoki shunaqa yumshoq kravatda yotadigan bo'lsangiz, bu vaziyatda ham umurtqalar mana bunday bo'lib qoladi. Yotgan paytingizda mana. Bu qismidan grija hosil bo'ladi. Operatsiyani o'ylashdan oldin eng birinchi navbatda rezorbsiya usulida davosini, chorasini qilib ko'rish. Juda bormagan taqdirda har kuni qimirlamasdan 3-4 soat tekis 2 barmoq qalinlikdagi ko'rpachada uzunchadan yotasiz. Boshga hech narsa qo'ymay. Boshni tagiga hech narsa qo'ymaysiz. Har kuni shu ko'proq yotib qimirlamay organizmni o'ziga rezorbsiya qildirsa bo'ladi. Dori ukolsiz. Yoki ukol dorisini shu joyga qilib rezorbsiya usulida shu joyi chiqib turgan joyini so'rdirish usuli bilan davolatish mumkin hozir. Operatsiya juda oxirgi chora. Mashqlarga keladigan bo'lsak yoki tortishga keladigan bo'lsak, mana bu qarang, yadro chiqib chandiqqa o'xshagan bo'lib turibdi-da mana. Mana men ikkala tarafni mana demonstrativni ko'rsataman mana cho'zildik.
qancha cho'zsangiz ham u yon tomonga chiqqan. Shuning uchun u orqaga qaytmaydi. Bu birinchidan. Ikkinchidan yaratgan shunaqa yaratganki, bu umurtqalarni bog'lab turadigan paylar, boylamlar shu darajada mustahkam ushlaydi. Undan tashqari bir-biriga bog'lab turadigan mushaklar bor. Bu 2 millimetr, ya'ni ruchka chizig'ini bir chiziq, ikkita chiziq yonma-yon chizing. Shundan ortiq orasi ochilmaydi hech qachon. Turnikda ham, oyoqni ushlab osgan taqdirda ham. Chunki buni vazifasi shunaqa ochilmaydigan karkas bo'lish kerak. Asli tabiatan yaralish shunday bu. Bu ochilmaydi bu. Faqat uni o'zini mana bir bo'shlig'i ichidagi davleniyalarga asosan shuni harakatchanligini ta'minlab turish uchungina tabiiy 1-2 millimetrgina zazori bo'ladi. Undan ortiq agar bunaqasiga ot bilan tortsangiz ham mana bular bir-birini qo'yib yormaydi. Va buni ustidan yopib turadigan boylamlari bor. Uni ustidan mushaklari bor. Qo'yib yormaydi. Shuning uchun oyoqdan tortgan yoki boshqa qilgan, bo'yindan tortgan samarasiz ekanligidan tibbiyot uni ilmiy tadqiqotlarda tasdiqlamadi. Bo'lmadi dedi. Grija bo'lganlar 50 yoshdan oshganlar bo'ladi, 60 ga yaqinlashib qolgan. U kallasidan oyog'ini osmondan qilsangiz, erta-indin insult bo'lib yoki infarkt bo'lib qolishi mumkin. Reklamalarda osib qo'yadiganlar bor-ku, ular o'zlarini sportsmen tayyorlangan, shunaqa chiniqtirilgan maxsus shuning uchun tayyor o'tirgan odamlar bo'ladi. O'z boshimcha uni torttirib yoki tabibga yoki boshqalarga borib torttirib o'tirganning hojati yo'q. Bu narsani oqib chiqqan joyi, mana yorilgan fibroz qavati juda kichkina ikkita igna sig'adigan joydan chiqadi u. Va bu orqaga mana qancha mana qo'l bilan mana bunaqa qilsangiz ham joylanmaydi. Siz o'ylaysizki va sizni aldaydi orqaga joylanadi deb. Agar joylanganida edi, boshqacha usullari bo'lardi. Faqat buni boyagida aytgan usullarim orqali davolanish mumkin. Buni operatsiya qilganda shuncha do'stib, yirtib, yorib ichkariga kirish kerak. Va operatsiyada bu joyni ular mana chiqib turgan qismini kesib oladilar. Mana oldikda yuradi-ku. Buni kesib olganidan keyin fibroz qavatni bir-biriga yaqinlashtirib tikadilar. Lekin mana bu pulpoz yadrosi chiqib bo'lgan bo'lsa va eskirib bo'lgan bo'lsa, u baribir og'riq beradi. Baribir operatsiyadan keyin qiynalib yuradi. Mana ichidagi yadrosi o'zini ishini, funksiyasini bajara olmasa, juda bo'lmagan taqdirlarda chet ellarda buni endoprotez qilib, shuni o'zini almashtiradigan usullari bor. Ular ham murakkab, qimmat, azob operatsiyalar. Shuning uchun eng yaxshisi profilaktika. Bunday azoblarni ko'rmaslik uchun yuqorida aytganim kabi ko'tarish texnikasini to'g'ri qilish, ortiqcha vaznni olib ketmaslik, noto'g'ri harakatlarni qilmaslik usullari bilan oldini olasiz. Protruziya bo'lgan taqdirda hech qanaqa ukol dori qilmasdan 2 oy davomida kuniga 2-3 soat qimirlamasdan uzunchisini yotib, organizmni o'ziga qo'yib berib tuzalsa bo'ladi. 2 oy ichida siz kamida 5 kilo ozishingiz va ortiqcha nagruzka bermasligingiz, ortiqcha jismoniy harakatlar qilmasligingiz, og'ir ko'tarmasligingiz hamda har kuni kamida 3 soat uzunasiga tekis joyda qimirlamay yotishingiz. Protruziyani organizmni o'zi qimirlamay pastelniy rejimda yotganda davolash samarasi 80-90% ga teng. Yostiq masalasi. Boshni tagiga qanchalik baland yostiq qo'yib yotsangiz, shunchalik umurtqa mana bunaqa qilib qiyshayadi. Va bu bo'yin osteoxondrozi orasidagi diskni grija qilib qo'yishingiz mumkin. Mana qarang, baland yostiq mana shunaqa qiladi. Ko'p o'tirib kompyuterga mana bunaqa qilib ishlaydigan vaziyatlarda ham mana normada bunday bo'lish kerak bo'lsa, ko'p mana pastga qarab ishlaydiganda mana bu qiyshayib turadi mana. Shuning uchun dars ketib grija hosil bo'ladi. Ana shunday qilib bugun sizlarga eslatmoqchi bo'lgan eng asosiy 3 ta omilni aytib tushuntirdim. Mavzu ma'qul kelgan bo'lsa, kommentariyalarda qo'llab-quvvatlagan, yozgan har bir shirin so'zlaringiz uchun
alohida minnatdorchiligimni bildiraman. Keyingi lavhalarda ko'rishguncha, poko. Kitobimizda urologik ma'lumotlar qayerda deb so'raganlar. U harfiga kirasiz, urologiya bo'limiga kirasiz. Barcha mana urologik ayollarga, erkaklarga tegishli bo'lgan masalalar, o't uydo kasallikka ta'rif, ma'lumotlar, sabablar, davosi, retseptlar yoki mana J harfiga bosasiz, jigar mavzularining tepasida jinsiy mavzular. Bu jinsiy kasalliklar, jinsiy ma'lumotlarga to'la bo'lgan bo'lim hisoblanadi. Yoki G ginekologiya bo'limiga kirasiz, mana bu yerda ayollarga tegishli bo'lgan barcha ginekologik holatlarga o't uydo sababi va davo choralarigacha maslahatlar bor. iPhone'larga yuklash uchun App Store saytidan, iPhone emas telefonlar yuklash uchun telefoningizda Play Market yoki Google Play saytiga kirib, o'sha joydan birinchi yordam so'zini yozib, skachat qilib olishingiz mumkin. Yoki shu videoni tagiga ko'k yozuvda ssilka qoldiraman, uni ustiga bosib, skachat qilib yuklab telefoningizga o'rnatib olishingiz mumkin.